70 va 75 Surxondaryo va Qashqadaryo. Bu ikki viloyatni qanday ta'riflash kerak? Men sizlarga hozir ta'riflab beraman, eshitib turinglar. Viloyatimiz Qashqadaryo. Qashqirlarning makoni deyishadi Xoynaxoy. Sohibqiron Amur Temur esa tug'ilib o'sgan joy. Bollari mehr-oqibatga boy. O'zbekiston uchun beradi jon, sakrasang bo'ri kabi ko'ziga to'ladi qon. Shu gaplarga nima dedinglar xo'sh? Dasturxoni doimo to'la to'sh, yeganlari esa faqat lahm go'sh. Bu qashqadaryoliklar bo'ladi. Viloyatimiz Surxondaryo. Qizlarida bor ibo hayo. Tandir kaboblariga tan beradi butun o'rta Osiyo. Bollarida sherdan ham 2-3 baravar duxi ko'p deydi hamma yo. Bo'ynilarida qimmat kumush zanjir, dasturxoni to'la olma anjir, yegani esa faqat tandir. Bu surxondaryoliklar bo'ladi. Surxondaryo va qashqadaryoliklar tegmaganga aslo tegishmas, Allohdan o'zgasiga boshin egishmas. Mana shunday ta'riflash kerak. Joninglar sog' bo'lsin.